Davlatimiz rahbarining 2025-yil 25-mart kuni qabul qilingan Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qator yangiliklar va qulayliklarni o'zida qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Farmonga binoan 2025-yil 1-sentyabrdan boshlab tadbirkorlik subyektlariga bojxona to'lovlari va bojxona rasmiylashtiruvi uchun boshqa turdagi to'lovlarni respublikaning istalgan hududidan amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Buning uchun yagona g'azna hisobvarag'i ochiladi. Hozirga qadar tadbirkorlar hududiy bojxona boshqarmalarining 15 ta g'azna hisobvarag'iga to'lovlarni amalga oshirishayotgan edi. So'nggi yillarda bojxona hududida qayta ishlash turlari kengaytirildi. 2021-yilda qayta ishlash rejimida 183 million dollarlik tovarlar olib kirilgan bo'lsa, 2024-yilda bu raqam 4 barobarga oshib 782 million dollarni tashkil qildi. Shunga mos ravishda 2024-yilda bojxona hududida qayta ishlangan tovarlar eksporti 1,1 milliard dollarga yetdi. Bu 2021-yilga nisbatan salkam 6 barobarga ko'p deganidir. Endilikda mazkur tizimni yanada soddalashtirib, shu yilning o'zida eksportni 1,5 milliard dollarga yetkazish nazarda tutilmoqda. Buning uchun farmonga binoan qayta ishlash tartibotlari 17 tadan 8 taga qisqartiriladi. 2025-yil 1-dekabrdan boshlab bojxona hududida yoki hududidan tashqarida qayta ishlash rejimlarida bojxona yuk deklaratsiyalarini soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkonini beruvchi tolling operatsiyalari moduli amaliyotga joriy etiladi. 2021-yil tolling operatsiyalarini soddalashtirish, bojxona hududida qayta ishlash rejimi bo'yicha prezidentimizning farmonlari qabul qilingandan keyin juda katta o'zgarishlar bo'ldi tadbirkorlar uchun. Qo'shni davlatlar, ya'ni qo'shimcha mahsulot, bizni asosiy mahsulotlarimiz tugagan, mahsulotimiz kam bo'lgan paytda boshqa qo'shni davlatlarimizdan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini import qilib, bojxona hududida qayta ishlab, ularni reeksport qilish imkoniyati yaratildi. Ushbu o'tgan yillar mobaynida biza 10 million dollarga yaqin 13 ming tonnadan ortiq tovarni olib kirib, qayta ishlab eksport qilishga erishdik. Bu asosan qo'shni davlatlarda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari edi. Bu mosh, mayiz mahsuloti, loviya mahsulotlarini qayta ishladik va ularni eng yuqori standartlarga olib chiqqan holda Yevropa davlatlariga eksport qilishga erishdik. Bu avvalambor qo'shilgan qiymat. Bu mahsulotlarni qayta ishlagan holda kamida 30% dan kam bo'lmagan qo'shilgan qiymat yaratishga erishdik hamda bu valyuta mablag'lari respublikamizda qolishiga sabab bo'ldi. Mana kuni kecha qabul qilingan farmonda bu tizim yanada takomillashtirish bo'yicha prezidentimiz farmonlari qabul qilindi. Bundan biz juda ham xursandmiz. Ya'ni tolling operatsiyalari moduli ishlab chiqildi. Bizga operatsiyalarni tezlashishiga hamda qayta ishlamoqchi bo'lgan mahsulotimizni tezda qayta ishlab eksport bozorlariga olib chiqishga imkoniyat yaratadi. Natijasida bizning hajmlarimiz ichida 30% ga yaqini hozirgi kunda qo'shni davlatlar tovarlari ham tashkil qilmoqda. Bu bizga to'liq mavsum 1 yil davomida to'liq ishlashimizga, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlarimiz respublikamizda yetishtirilganlari eksport qilib bo'lgandan keyin, bizda hajmlar qolmagandan keyin qo'shni davlatlar mahsulotini import qilib, qayta ishlab, ularni eksport qilishga juda bir yaxshi imkoniyatlar yaratildi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab Jahon savdo tashkilotining savdo tartibotlarini soddalashtirish bitimi talablari asosida tovarlarga nisbatan imtiyozlarni qo'llash bo'yicha bojxona organlarining dastlabki qarorlarini berish tartibi joriy etiladi. 2024-yilda 17 ming nafar tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga 52,6 trillion so'm imtiyozlar berilgan.